Alloh taboraka va taologa hamd sanolar aytamizki, Parvardigorimiz bizni jonajon vatanimizga bergan ulug' ne'mat, tinchlik, xotirjamlik ne'matini Alloh bardavom aylasin. Aynan dinimiz sohasida mustaqillikning sharofati bilan juda katta go'zal ishlar bo'lib kelyapti. Bugun bizni xushnud qilgan ishlardan biri aynan xalqimizni ko'ngillariga chanqoq bo'lib turgan butun dunyo holatlarida bugun insonni qalbini, vijdonini qiynayotgan mana bunday har xil oqimlarni chiqishligi, na bir sodiq, go'zal bir diniga sodiqligi bor, na millatiga, na o'zligiga, hatto o'zini tug'ilgan vatani uchun ham xiyonat qilayotgan qancha to'dalarni buni misolida ko'rishimiz mumkin. Bugun qo'limda ushlab turgan bu kitobni haqiqatan ham biz mo'min musulmonlarga katta bir Allohning ne'mati deb buni juda ham bir go'zal, har bir xonadonda har bir musulmonni bir sharafi bo'lishligi darkor deb bilamiz. Sababi har bir inson bu kitobni o'qir ekan, bundagi buyuk zabardast olimlarni bu boradagi go'zal fikrlarni ko'radi. Bo'lib ham mana IShID deymiz. Bugungi chiqayotgan barcha oqimlarni ko'radigan bo'lsak, aynan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni go'zal davrlarini ko'ra olmagan, sahobalarni go'zal davrlarida ularga hattoki qo'pol so'zlar bilan muomala qilgan xavorijlarni ko'rinish borligi mana bu kitobni o'qib chiqqanimda yana bir karra amin bo'ldim. Sababi birorta bir millatda bo'lishi mumkinmi? Dinini o'zi, islomni o'zi tinchlik dini bo'lsa, oqibat dini bo'lsa, ezgulik dini bo'ladigan bo'lsa, ulamolari, zabardast ulamolari islomni qanday go'zal ezgulik dini ekanligini to'xtovsiz gapirib turadigan bo'lsa, Alloh haq subhanahu va taolo o'zini muborak kalomi Qur'oni Karimda al-yawma akmaltu lakum dinakum, ey Rasululloh, sizni diningizni mukammal qildik deb Alloh taolo mukammalligini 15 asr oldin Rasul muhtaram alayhissalomga xabar bergan bo'lsa, lekin bugungi chiqqan jo'jaxorozlar, bugungi chiqqan ana shunday bir manfur kishilar aynan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni go'zal sunnatlarga xilofat qilib turgan bo'lsa, Allohning oyatlarini o'zini ra'yi bilan ta'vil tafsir qilib turgan bo'lsa, vaholanki payg'ambar alayhisalom aytdilar, mani ummatimda mani qo'rqitadigan narsa haqida aytaymi? Bir shunday kishilar chiqadi. Ular o'zini ra'yi bilan Qur'onni ta'vil qiladilar, ma'nosini aytadilar. Ular eng xavfli kishilardir deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Zabardast olimlarni juda ham qalbni bisotiga yetib boradigan darajada nima hidoyat, nima zalolat, nima to'g'ri, nima noto'g'ri, mana bu narsani tushuntirib berishgan. Ayniqsa bu kitobdagi eng katta o'rgangan ishlarimdan biri haqiqatparvarlik bor. Ya'ni u IShID jamoasi bo'ladimi, boshqa dinimizga ziddiyat bo'lib turgan oqimlar bo'ladimi, ularni qanday o'zining g'oyasidagi noto'g'ri g'oyasi bo'lsa-da, qo'shtirnoq ichidagi o'zining ana shunday ravshan g'oyamiz, to'g'ri yo'limiz degan g'oyani tushuntirib berishlik bilan endi u g'oya o'zida to'g'rimi, noto'g'rimi, bunga endi ilohiyot dorixonalaridan misollar, oyat bilan buning kitobning ulug'ligi, hadis bilan ijmo ulamolarning hammalarini ana shunday soxta e'tiqod egalarini botil e'tiqodlari qanday ekanligini ta'riflab berib, hatto sahobalardan Hazrati Ali roziyallohu anhuga, Hazrati Umar roziyallohu anhuga xavorijlarni raddiyasi aynan bugungi kunda chiqayotgan IShIDmi, unga o'xshagan ana shunday guruhlarmi, uyushmalarmi, ularning talab qilayotgan buzuq talablarni ham botil ekanligini aynan bugungi ko'rinishdagi oqimlar millat uchun ham, vatan uchun ham, din uchun ham albatta inson uchun xatarlik ekanligini bu kitobda dalil bilan, isbot bilan, juda ham oydin misollar bilan insonni hozirgi kundagi bo'layotgan voqeani go'yoki uni ko'rib bu kitobni oldindan yozilgandek, ya'ni ana shu narsani oldindan ogohlantirib hushyor bo'ling, mana shunday kasallik chiqadi degandek ana shunday tashxislar bilan yozilganligi bu kitobni yanada yuksakligini, bahosini bebaho ekanligini bildiradi.